Hürmetlik Şərq Türkistanlı qeyindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısı görüşünü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti 12 oktyabr günü Amerika, Kanada, Norvegiya, Qozog'iston qatorliq davlatlarda namoyish va turli xotirlash faoliyatlarini o'tkazib, Xitoy tajovuzchilarining Şərq Türkistonni ishg'ol qilib olganligining 76 yilligini la'natladi. Barlıq Şərq Türkistan xalqini uyuşub Xitoy tajovuzchilariga qarshi turishga qayta da'vat qildi. Xalqaro jamiyatni tajovuzchi Xitoyni Şərq Türkistandan chekindirishga chaqiriq qildi. Amerikaning poytaxti Washingtonda o'tkazilgan namoyishga Şərq Türkistan sürgündü parlamenti, Şərq Türkistan milliy uyg'onish harakati, Şərq Türkistan milliy fondi a'zolari qatnashdi. Şərq Türkistan sürgündü hökumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor axborot e'lon qilib mundaq dedi. Hanımlar ve efendiler, yaxşımısınlar? 76 yıl ilgiri Xitoy Xalq Cumhuriyeti e'lon qilingandan 11 kun o'tgandan keyin 1949 yili 12 oktyabr kuni Xitoy Kompartiyasi tajovuzchi kuchlari mustaqil Şərq Türkistonni ishg'ol qilib oldi. 2 oy o'tgandan keyin 1949 yili 22 oktyabr kuni mustaqil Şərq Türkistonni ag'dirib tashlagandan keyin ishg'ol qilish, mustamlaka yurgizish, irqiy qirg'inchilik harakatini boshladi. Shu kundan e'tiboran millionlagan Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa Sharq Turkistonliklar sistemlik qirg'inchilik, qalaymaqon o'ldirish va boshqa turli irqiy qirg'inchilik qilmishlarida hayotidan ayrildi. Bugungi kunda mushu vaqtda millionlagan Sharq Turkistonliklar turma va jazo lagerlariga qamaldi. Qul emgak lagerlarida majburiy emgakka selindi, tug'mas qilib etildi. Qalaymaqon tajovuz qilish, bosqinchilik qilishning millionlagan bolalar oilasidan qochirishning qurboniga aylandi. Sharq Turkiston miqyosidagi minglagan diniy va kultural o'rinlar chiqib etildi. Necha 10 minglagan yoshlarimiz Xitoyning organ yig'ib olish qilmishining qurboni bo'lib, har yili o'ldirilmoqda. Bular faqatla tarix emas, balki Xitoyning Sharq Turkistonni 76 yil burun 1949 yili 12 oktyabr kuni ishg'ol qilib olganligining sababidan davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikdan iborat. Biz bu fursatdan foydalanib, Amerika prezidenti Donald Trumpga yaqinda Xitoy mallariga qo'yilgan tamojna bejini orttirishni buyuramiz. Bu jasorat soxtaliklar ustiga qurilgan zo'ravon o'g'ri Xitoy jahongirligini bir tasqaydi. Bunda qilgandala kuch va prinsipning yanada muhim ekanligini dunyoning esiga solg'ili bo'ladi. Shundoq ogohlantiramizki, Xitoy bilan qilingan har qanday muzokaralashish, tuzilgan har qanday kelishimnoma Amerikani qo'g'dab qola olmaydi. Xitoy imzo qo'ygan har qanday kelishimnoma buziladi. Xitoy qilgan har qanday va'da yolg'on. Xitoyga berilgan har qanday imtiyoz Xitoyning yuksalishini kafolatlantiradi. Uning zo'ravonlik qilmishini jasoratlantiradi. Xitoy ishg'oliyatidagi necha 10 millionlarcha, Amerikadagi millionlarcha insonga azob chektirdi. Xitoyni tinchlantirish strategiya emas, taslim bo'lishdir. Xitoy yolg'iz Amerikaga yetib kelib qolmay, Amerikaning dunyoning rahbari bo'lishdek o'rnini egallashga intilmoqda. Xitoy tashviqot va soxtalikqa purkangan yirtqich mustamlikachi jahongir bo'lib, Amerikani o'z ichiga olgan dunyoga tahdid soladi. Aytib o'tganimizdek, Xitoy fentanyl qatorliq zaharli moddalar orqali Amerika xalqini zaharlab kelmoqda. Xitoy 100 milliongan amerikaliklarning shaxsiy uchurlarini o'z ichiga olgan, Amerikaning texnikasi va sonliq ma'lumotlarini izchil o'g'irlab, amerikaliklarning kasblarini izchil oyoq osti qilib kelmoqda. Amerikaning zaminini qo'lga keltirish uchun aktiv harakat qilmoqda. Xitoyning tajovuzchiligi yolg'iz Sharq Turkistonning chegarasida to'xtab qolgani yo'q. Uning tajovuzchiligi izchil, sistemalik, keng ko'lamli bo'lib, Sharq Turkistonga tajovuz qilish, ishg'ol qilib olish, Sharq Turkiston xalqini qo'l qilishdagi o'xshash taktikalarni qo'llanadi. Jahongirlikni kuchaytirishda tashviqot, bostirish va terrorlik qatorliq usullarni qo'llanadi. Amerika Qo'shma Shtatlari baxtga qarshi Xitoyning tekshirilmasligiga izchil yo'l qo'yib kelmoqda. Bu taktikalar Amerikaning tuproqlariga yetib keldi. Sharq Turkistonning tragediyasi Amerika va xalqaro jamiyatni ogohlantirdi. Jasorat kesilganda va zulmga qarshi tik turmaganda tarix qayta takrorlanadi. Sharq Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikning yildizi, manbasi nihoyatda aniq. U bo'lsa Xitoyning ishg'oliyati va mustamlikasidan iborat.
Xitoy ishg'oliyati davomlashganda dunyoning hech qanday yerida adolat, erkinlik, hatto yetakchimi qolmaydi. Xitoy mustamlika jahongirligi kontrolsiz qolsa, hech qanday bir davlatning bexatarligi bo'lmaydi. Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'llash xayr-saxovat ishi emas. U bir aql ishi, u bir strategiya. Axloqiy aniqlik, erkin va mustaqil Sharq Turkistonni asliga keltirish yolg'iz Amerika uchun emas, barliq erkinlikka intilguvchi davlatlarning tinchligi, bexatarligi, hatto savdosi uchun ishonchli bir hamkorlik bo'lib, Xitoyning mustamlika jahongirligini ojizlashtirib, qonunning rolini, Amerika va boshqa erkin dunyoning kuchini qaytadan kuchaytirdi. Sharq Turkistonni qo'llash orqali Amerika o'zining manfaatini qo'g'daydi. Erkin dunyoning rahbari bo'lishdek rolini joriy qildirdi. Sharq Turkiston savoqlari aniq va keskin. Dunyo oqsiganda zulm texmo avjiga chiqdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining tanlashi bo'lishi lozim. Yoki Xitoyni tinchlantirish yo'lida mengaverish orqali tarixning savoqlariga sal qarab, Amerika xalqi va zaminini xatarga etish yoki dodillik bilan haqqoniyat, adolat va erkinlikda ching turish. Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'g'dash axloqiy majburiyat bo'lib qolmasdan strategik zaruriyatdir. Bunda qilish irqiy qirg'inchilik qurbonlariga izzat, shon-sharaf ato qilib, Amerikaning bexatarligini kuchaytirdi. Amerikaning kasbiy va texnikasini, Amerikaning qurilish asosiy prinsiplarini qo'g'daydi. Sharq Turkiston xalqi necha 10 yillardan beri zulmga chidadi. Biz uqtirmadik. Biz qarorimizda ching turib, bir mustaqil Sharq Turkiston davlatimizni asliga keltiramiz. Bizning kurashlarimiz faqat o'zimiz uchun emas, bu bir ogohlantirish, ibrat. Erkin dunyo va Amerika Qo'shma Shtatlarini harakat qilishga undash chaqiriqi. Amerika Qo'shma Shtatlari bu ibratni tajovuzchiga dodillik bilan qarshi turishga rahbarlikka, strategiyaga aylantirish, erkinlik, adolat, inson haqlari, shundaqla o'rlikning afzalligini kafolatlantirish kuchiga ega. Hozir jasoratga kelish vaqti. Biz Amerika Qo'shma Shtatlari va Prezident Donald Trumpning Sharq Turkistonning yanada bast turishini umid qilamiz. Biz Amerika Qo'shma Shtatlarini erkin dunyoga boshlamchilik qilib, Sharq Turkistonni besilgan davlat deb e'tirof qilishga, Xitoyning Sharq Turkistonda uzundan buyon davomlashtirib kelayotgan mustamlikasiga, irqiy qirg'inchiligiga va ishg'oliyatini oxirlashtirishga, Sharq Turkiston xalqining mustamlikaga qarshi turish, milliy o'z taqdirini o'zi belgilash, mustaqillikni asliga keltirishiga yordam qilishga chaqiramiz. Biz Amerika Qo'shma Shtatlarini, Amerika prezidenti Donald Trumpni adolat, haqqoniyat va Sharq Turkistonning yanida turib, Amerikaning kelajagini qo'g'dashga chaqiriq qilamiz. 12 oktyabr kunidagi yo'qotishimizni eslagan har bir kun bizning irodamiz kuchlanadi. Sharq Turkistonning hurligi va mustaqilligini qaytadan asliga keltiraylik. Adolatning nurini yana bir qatim chaqnataylik. Dunyoning har qaysi joylarini zilzilaga salaylik, dedi. Ko'pchilik shu orqali Amerika va xalqaro jamiyatni Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishga chaqiriq qildi. China's coming to genocide in this country. Stop China's genocide! Stop China's genocide! China is occupying East Turkestan! China is occupying East Turkestan! Tashqi ishlar va bexatarlik ministerimiz Salih Xudoyor xalqimizga xitob qildi. Assalomu alaykum barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Bugun biz Avstraliyaning oldida Sharq Turkistonni Xitoy tajovuz qilib kirgan kunni xotirlash bilan va la'natlash bilan bu yerda namoyish qildik va namoyish qilyapmiz. Gerçi dünyanın her qaysi joylarida 10 ayning birini Xitoy ularninki Sharq Turkistonni besib olgan kuni deb ta'tir tashviqotlar va Xitoy bilmay namoyishlar qilingan bo'lsa-mu, Xitoy tajovuzchilarininki Sharq Turkiston ziminiga resmiy besib kirgan kuni bugun. Yani 76 yıl ilgari 10 ayning birinchisida 1949 yılda Xitoyning ichida hokimiyat o'zgarish bo'lib, Xitoyning ichki urushi orasida millatchi Xitoylar bilan kommunist Xitoylar, ya'ni Kuomintang bilan Kuomintangning orasida urush oxirlashib, kommunistlar g'alaba qilib, atalmish Xitoy Xalq Jumhuriyatini e'lon qilgan.
Lekin ular Xitoy kommunistlar hakimiyetini e'lon qilgan kunida Xitoy kommunistlarininki Sharq Turkiston zaminida hech qanday huquqiy, hech qanday admimi yo'qdi. Aksincha Sharq Turkiston mustaqil bir davlat edi va Xitoy kommunistlari atalmış Xitoy Xalq Cumhuriyeti e'lon qilib 11 kundan keyin, ya'ni 10 ayning 12 kuni Xitoy kommunist tajovuzchilar kuchlari Sharq Turkiston zaminiga qurolli besib kirgan kun. Ya'ni besib kirdi. Va besib kirgan taqdirda davlatimizni ishg'ol qilamiz degacha. O vaqtda ishg'ol qilgan kun emas. 2 aydan keyin 12 ayning 22 kuni 1949-yili Xitoy kommunist tajovuzchilari Sharq Turkistonga besib kirib, mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyetini ag'dirib va Sharq Turkistonninki eng oxirgi rayoni bo'lgan Xotin viloyatini ishg'ol qilgan kuni Xitoy resmiy Sharq Turkistonni ishg'ol qilgan kuni shudir. Ammo hech bir vaqt Sharq Turkiston xalqi mustaqillik nasl keltirish, bu ishg'olchilarga, bu ishg'olchilarga qarshilik berishni to'xtab qolgani yo'q. 76-yilda Sharq Turkistonning xalqi mayli Sharq Turkiston ichida, mayli qurolli harakat orqali bo'lsin, mayli partizanlik harakatlari orqali bo'lsin, mayli namoyishlar va boshqa turli vositalar bilan qarshilik qarshilikni berib keldi va davomlilik bermoqda. Va chet elda, vatanning sirtidami, Sharq Turkistonning sirtidami 76 yilning yozish Sharq Turkiston xalqi bu ishg'oliyatga, bu tajovuzchilikka va uni bu tajovuzchilikdan kelib chiqqan ishg'oliyatga qarshi izchil harakat qilib kelmoqda. Biz hech bir vaqt mustaqilligimizni nasl keltirish mecburiyetimizden, davayımızdan vaz geçkinimiz yok. Ve Xitoy 70 yıl ilgari Sharq Turkistonga atalmış avtonomiya qalpiqini pichgan bo'lsa-mu, Sharq Turkiston xalqi, Sharq Turkistonning ichidagi xalq bu atalmış avtonomiyani red qilganligini, qabul qilmaydiganligini va Sharq Turkiston mustaqillik, Sharq Turkiston Cumhuriyetining mustaqilligini asli keltirishining birdan-bir yo'l, birdan-bir talab qiladigan nishon ekanligini xalqaroga, ham Xitoy tajovuzchilariga, ishg'olchilarga, ham xalqaroga bildirdi. Hatto buni Xitoyninki o'zininki shu vaqtda nurg'un rahbarlarimizni eksin quloqcha ochko'ch deb turmaloq sudib o'ltirilgan vaqt, o'ttirish qilgan vaqtda mushunda nishoni boti deb o'zining xabarlaridimi dunyoga buni jakarlab berdi. Ya'ni Sharq Turkiston xalqining hech bir vaqt har qanday Xitoy hukmronligini, ishg'oliyatini, mustamlikasini, mayli kommunist bo'lamdi, mayli demokratchisi bo'lamdi, millatchisi bo'lamdi, mayli atalmış din ostida kelib biz musulmon deb islomiy bo'lamdi, boshqaning bo'lamdi, hech qanday Xitoy tajovuzchilarininki, ishg'olchilarninki ishg'oliyatini, mustamlikasini, har qanday hukmronligini Sharq Turkiston xalqi hech qanday qabul qilmaydi, hargiz qabul qilmaydi va davomli izchil shaklda bunun qarshi harakat qilib kelmoqda. Aziz qarindoshlar, bizga oldimizda eng oxirgi fursat, bu millat uchun eng oxirgi fursat oldimizda kelyapti. Buning uchun biz tayyor turishimiz kerak. Eng oldi bilan tayyor turish, bu tayyor turish sepimiz pokiz bo'lishi kerak aziz qarindoshlar. Haqiqiy da'vo qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Biz kishilik huquq davosini qilmayapmiz yolg'iz. Bizningki davlatimizning mustaqilligini asli keltirmay turib, bizning ne kishilik huquqimiz, ne inson haqlarimiz, ne diniy haqlarimiz, ne insondek yashash mavjudligimizni kafolat qilmaymiz aziz qarindoshlar. Bizning birdan-bir qutulish yo'limiz Sharq Turkistonning mustaqilligini asli keltirish va davlatimizni qaytadan abadiy tiklash aziz qarindoshlar. Bundan boshqa yo'l yo'q. Biz haqlardan umid kutib o'tmayli. Ya'ni haqlardan umid kutib o'tmayli deganim, akilib bizga yordam qilarmikin, makilib biz uchun o'ylab beramikin, aqilib biz uchun urush beramikin deb o'tamalarni intaymiz qarindoshlar.
Biz özümüzge ilgi çıkmasak başkası bizge ilgi çıkmaydı o. Kur'an'da mı deygilik? Bir millet özünü tüzmegiçe men ulanın üstündeki ahvalını tüzmeymi de. Bizning ahvolimizni tuzishning birdan bir yo'li Allah'ın mu ve halkaranın ki mu yardımını qo'lga keltirishning birdan bir yo'li o'zimiz harakat qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. O'zimiz haqiqiy da'voni qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. O'zimiz kerak bo'lsa jonimizni, milimizni, qilimizni, barlig'imizni, mustaqilligimizni ustiga keltirish uchun fido qila oladiganligimizni xalqaroga bildirishimiz kerak aziz qarindoshlar. Amerika yoki boshqasi kelib biz uchun urushib bermaydi. Urushadigan yana shu biz. Urushib vatanimizni ozod qiladigan yana shu biz. Davlatimizni qarshida asli keltiradigan yana shu biz. Shuning uchun biz buningga tayyor ekanligimizni, biz xalqaroninki yordamiga tayyor ekanligimizni bildirishimiz kerak aziz qarindoshlar. Shuning bilan yana deydiganimiz qarindoshlar, biz to'g'ri da'vo qilaylik. Mustaqillikdan boshqa yo'l yo'q ekanligini butun xalqaroga jakarlaylik aziz qarindoshlar. Qo'limizdan kelgan harakatni qilaylik aziz qarindoshlar. Shuni deydiganim. Va vaqt fursat kelgan chaqda shu doim og'zimizni deb qo'yadigan biz Sharq Turkiston uchun janim pida bu pida deb ketimiz ya. Shuni amaliylashtiraylik. Amaliyleştirishning birinchi bosqichi mana shunday kunlarda xalqaroga bir ovoz bilan, bir shuar bilan, bir nishon bilan o'tirg'i chiqa olsak, undan keyin xalqaro, undan keyin Allohning muomalat tuzilishga boshlabdi deb Allohning rahmati keladi va Alloh bizni xalqaroning qaysi davlat orqali bizga yordam qilishni nasib qilsa, shu davlat orqali shu xalqaroning yordami bilan bizga keraklik yordamlarni, ya'ni bizga haqninki urushib berishini talab qilmaymiz biz. Bizga qandoq Amerika xalqaro boshqa millatlarningki o'zininki taqdirini o'zi belgilash va Islomninki davlat qurish, davlatini asli keltirish harakatlarini qo'llagan bo'lsa, shu shaklda qo'llashini, qandoq Ukrainani Rus tajovuzchiligidan, Rus ishg'oliyatiga qarshi askeriy va boshqa moddiy va ma'naviy jihatdan yordam bergan bo'lsa, shunday yordamlarni talab qilamiz xalqarodan. Talabimiz mush bo'lishi kerak aziz qarindoshlar. Deydiganim yana shu aziz qarindoshlar, hammalarningki mushaga kelib chiqqan qarindoshlarning hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Hech bir vaqt Sharq Turkistonda bo'layotgan irqiy qirg'inchilik, mustamlika ve işgaliyetini unutmanız qarindoshlar. Hiçbir vakit Sharq Turkistonda qirilayotgan qarindoshlarimizni, analarimizni, ağaçlarimizni, atalarimizni, Xitoylashtirilish chiqib majburlanayotgan bolalarimizni, Xitoyning tajovuzchilikka duchor bo'layotgan ağaç-singil qarindoshlarimizni, qizlarimizni unutmaylik qarindoshlar. Ularni qutqazish, ularningki yig'larini dunyoga anglatish, ular uchun harakat qilish har bir Sharq Turkistonlikning majburiyati. Bu har birimizning majburiyati aziz qarindoshlar. Majburiyatimizdan qochmaylik aziz qarindoshlar. Oxirida bilan duo talab bilan tugayman. Allah bizga, hammamizga birlik, barobarlik ato qilsin. Hammamizga haqiqiy vatan sevgisi, haqiqiy vatanparvarlik, haqiqiy iymon, haqiqiy aql farosat, haqiqiy vijdon, haqiqiy jasorat ato qilsin. Bizni xoinlardan, munofiqlardan, sotqinlardan bilib bilmay millatimizga, vatanimizga, davlatimizga, davoyimizga xiyonat qilishdan, yomonlik qilishdan saqlasin va bizning qatorimizdan xoinlarni, munofiqlarni va dushmanning jasuslarini, dushmanlarni yiroq tutsin. Ve bizga o'z panohidan düşmanlarimizni Sharq Turkiston zaminidan qo'g'lab chiqarishga turli askeriy jihatdan, ma'naviy jihatdan, moddiy jihatdan, siyosiy jihatdan, istixborot jihatdan har turli yordamlarni kimlar tarafidan yuvassa o'z panohidan yuvassin. Va bizga shu qirilayotgan 76 yilning yozi Sharq Turkistonda qirilgan necha million qarindoshlarımızın, atalarımızın, analarımızın, ağaçlarımızın, balalarımızın
kırılgan şu milletinin hammasiga Firdevs cennet bilan ato qilsin, hammasiga shahodat ato qilsin. Bizningki bu milletning tarixda bilib bilmay qilgan gunohlari bo'lsa, barliq gunohlarimizni, shaxsan Mishad akamimizningki gunohlarimizni, ota-onalarimizningki, qarindoshlarimizninki, urug' tuqqan avlodlarimizningki, ajdodlarimizningki, umuman millatimizningki bilib bilmay qilgan barliq gunohlarni afv qilsin va bizga o'z panohidan azadlıkımızı, müstakillikimizni asli keltirishga tizim nisib qilsin. Xalqimizga, shu yerda izlayotgan xalqimizga jasorat ato qilsin. Artıq bizningki chidaydigan sabrimiz qolmadi ey Allohim. Bizga 76 yilning yoz yetdi bu zulm, bu irqiy qirg'inchilik, bu mustamlaka. Bizga o'z panohingdan nusrat ato qil ya Rabbim. O'z panohingdan bizga yordamlarni yo'tgay ya Rabbim. Bizga Sharq Turkiston uchun kurash qilib canimizdan, melimizdan, barlığımızdan fida bulaydigan, sening roziligingni istab, shuhrat emas, manfaat emas, yolg'iz sening roziligingni istab, yolg'iz shu Sharq Turkistondagi izlayotgan xalqimizningki qutulishini, mustaqilligini, davlatimiz yo'qotib qo'ygan davlatimizningki esirgi astidagi davlatimizningki mustaqillik nasl keltirish, egilik huquqimizni bizga qaytarib bergaysan ya Rabbim. Davlatimizni shu tarixdan bizga miros qilgan bu davlatningki egilik huquqini bizga qaytadan muyassar qilgaysan ya Rabbim. Amin. Keyingi xabarlarimizda Kanada va Norvegiya va boshqa joylarda o'tkazilgan namoyish va faoliyatlarni diqqatingizga sunamiz. Suwbaşlar aqlliq, yuraklik, jasur va kang qusoq bo'lmoqi lozimdir. Urushda yuraksiz ishga yaramaydi. Yuraksiz qo'rqinchoq ayollardek qo'shinni buzadi. Qo'shin buzilsa, askarlar bir-birini buzadi. Jangda qo'rqmas yurak, chidamliq iroda kerakki, dushman atchab turib bosqin qilib kelganda darhol to'planmoq lozimdir. O'lim deganning belgilik vaqt soati bo'ladi. Yigit ajal kelmaguncha jangda o'lmaydi. Adam o'limni unutganda dushmanni yengadi. Qutatg'u bilik romanidan elindi. Bugun xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.